havodan zarba berish deganda nimani tushunasizlar akalar? Filni qilganini ko'rganmisizlar? Filni ya umrlaringda filni. Ikkinchi derazani ochilishga startda turganini ko'rganmisizlar? Hozir ochilamiz deb. Ana shu narsani men ko'rdim. Ishonaveringlar ko'rdim. Qanday qilib odamni oyog'ini hidini hisobiga shu narsa bo'lar ekan. Odamlardan eshitmagan chet tillarimni men oyoqlardan eshitganman. Xonada aks sado bilan bir-biriga urib qulog'imga, miyamga beryapti. Kecha shunaqa miyaga berdi bitta bolani oyog'ini hididan. Onasi ham so'ng o'zi ismim endi esimga keldi. Kimdir osmonda so'rasa pasportga qarab ismim ana shu ekan deb aytganman. Kecha xonamizga bir bola kelib ketdi. Ana shu bolaning oyog'ini hidiga bitta mishiq yirar edi. Xonada bilsalar, ana shu mishiq kelmay qoldi. Bilmayman, boya bolaning oyog'ini hidiga bu miyasi hidi ko'tara olmay borib bir joylarga o'lib netib qoldimi? Akalar uyat kunishyapti, oyoqlaringiz sal qarab yuringlar. Yo'q, uylansalaring, xotinlaring borki, yo nima deyishni bilmaydi. Agar qochib ketaman desa ham borki, bunaqa ketishdi bo'lsa. Sharmanda.